har qanday naslli qoramol boqqan fermer yoki dehqon yoki chorvador bitta bo'ladimi, ikkita bo'ladimi, fermalarda diz baryerlarni qilishi albatta zarur. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, chorvadorlar, dehqonlar. Mana bugun hammaga manfaatli bo'lgan video tayyorlayapmiz. Bu chorva mollarini asosiy kasalliklardan biri nektobakterioz, ya'ni bu tuyoq orqali keladigan chorva fermalaridagi naslli qoramollarda asosiy kasalliklardan biri. Nektobakterioz bu qachon boshlanadi? Havoni namligi oshganda yoki bo'lmasam chorva fermalari uzoq yil xizmat qilishni boshlaganda, ya'ni ishga tushganiga ko'p bo'lishni boshlaganda, ko'p vaqt bo'lishni boshlaganda. Bundan tashqari o'sha chorva mollarini turadigan, oziqlanadigan joylarini tekis bo'lmasligi, tuyoq tez mexanik shikastlanish, zararlanish natijasida, bundan tashqari oqsil kasalligi deymiz, yashil kasalligini ta'sirida shu tuyoqda har xil kasalliklar, zamburug'lar rivojlanish boshlanadi. Ushbu nektobakterioz jaydari mollarda, ya'ni mahalliy qoramol zotlarida uchramaydi. Bu asosan o'sha tana vazni og'ir bo'lgan, u semental bo'lsin, u galishtin friz bo'lsin, bu qoramol zotlarida nektobakterioz tuyoq kasalligi uchraydi. Har qanday naslli qoramol boqqan fermer yoki dehqon yoki chorvador bitta bo'ladimi, ikkita bo'ladimi, fermalarda diz baryerlarni qilishi albatta zarur. Diz baryer asosan turli xil diz baryerlar bor. Masalan, mashinalar uchun, ya'ni transport ballonlarini fermalardan sut tashiydigan yoki fermadan fermaga kasallik tashib o'tuvchi har qanaqa transport vositalarini fermalarga kirish yo'laklarida bo'ladi, yoki veterinar doktorlarni u fermadan bu fermaga o'tayotganda kasallik tashish ko'zda tutilgani uchun ularga inson harakati uchun qilinadi diz baryer. Va qoramollar uchun diz baryerlarning turlari ko'p. Hozirgi biz qilayotganimiz aynan qoramollar har kuni kirib chiqadigan yo'lakchaga qilingan. Bizda qoramolning soni kamroq bo'lgani uchun diz baryerimiz hajmi kichkinaroq. Lekin qoramolning soniga qarab, fermani katta kichikligiga qarab turib, diz baryerning hajmi katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Albatta bu ikki tomonga ham qilinishi kerak, chunki kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzal. Hatto nektobakterioz doktorlarni, veterinar doktorlarni aytishlariga qaraganda sutni laktatsiyani tushib ketishiga ham sabab bo'ladi. Ya'ni bir kunda 25 litr berayotgan qoramol bu kasallikni azob chekishi natijasida sutni hajmi sezilarli tushib ketishi ham mumkin. Endi hozir biz diz baryerimizni tayyorlashda nimalar qilamiz? 100 litr suvda, mana bu diz baryerimizni ichida 100 litr suv to'ldirganmiz. Tarozida tortib olganmiz 4 kilogramm mis kuparoz, ya'ni medniy kuparoz. Buni topish muammo emas. Mana mis kuparozni, oddiy mis kuparoz. Bu mis kuparozning afzallik tarafi shundaki, zamburug'lik va bakteriyalik kasalliklarni o'ldiradi. O'sha tuyoqdan kelib chiqadigan kasalliklar borki, hammasini zararlaydi. Va kaliy permanganat deymiz. Bu oddiy qilib tushuntirsam, margansovka. Mana shu margansovka. Buni qancha miqdorda qo'shiladi? Toki suvni rangi o'sha binafsha tusga kirgunga qadar. Qo'shdik. Ozgina mana aralashtirib olamiz. Buni chorva qoramollari iste'mol qiladimi degan savol bo'ladi. Qoramol shunaqangi narsaki, ya'ni mollar hatto oddiy go'ng tushib qolsa ham, tuproq tushib qolsa ham suvni iste'mol qilmaydi. Bemalol yuradigan yo'lakchasiga qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi nimani margansovkani qo'shib oldik. Keyingisi vet aptekalardan topsalaringiz bo'ladi. Oddiy xlor. Endi bizda bu tabletkalik. Kimdir kiloli topishi mumkin.
Bundan qancha qo'shamiz deganga, mana doim qo'shadigan miqdorimiz mana shuncha hajmda biz olamiz. Buni nimaga, tarozga yoki grammga qo'shishimiz shart emas. 2 hovuch. Bu o'zi erib ketadi. Endi xlorda ham yaxshi tomoni turli xil kasalliklarni kelib chiqishini oldini oladi. Keyingi qo'shadiganimiz bu perix vodorod. O'sha insonlar foydalanadigan aptekalarda perix vodorod bor. Perix vodoroddan bilasizlar, kasalliklarni viruslarni o'ldiradigan, yallig'langan joylarga, kesilgan joylarga yaxshi samara beradigan vosita. Ular hammasi arzon turadi. Dizbaryerni qilish unaqa katta xarajat talab qilmaydi. Mana ishchi eritmamiz reaksiyaga kirishyapti. Hozir mana ikkita qo'shdik. Bittasi 100 ml dan, ya'ni 100 grammdan. Albatta tuyoq kasalligi havoni yog'ingarchilik, asosan shu kuz oylaridan bahor oylarida, qish, bahor, kuz oylarida nisbatan yozga qaraganda ko'p rivojlanadigan kasallik turi hisoblanadi. O'zi mana ishchi eritmani tayyorlaganimizda xlor, margansovka shunaqangi hidlanyapti. Mana shunaqangi rangda tayyor bo'ladi. Buni chorva ichib qo'ymaydi, ichmasligiga 100% kafolat. Buni oldida odam tursa ham o'zi hidi yaxshigina sasiydi. Endi biz odatda yarim litrdan 800 grammgacha qo'shamiz perix vodorodni. Buni zarar yo'q, 1 litr qo'shsalaringiz ham. Qancha ishchi foizi baland bo'lsa, shuncha yaxshiroq bo'ladi. Zarar yo'q. Endi yana bunga nimalar qo'shish mumkin deydiganlar, formalin bilan qilsa ham bo'ladi. Formalin bilan qilsa ham bo'ladi. U ham kuchlik viruslik, zamburug'lik narsalarni o'ldiradigan juda yaxshi narsa formalin. Ana ishchi eritmamiz tayyor bo'ldi. Bu dizbaryerda qoramollarimizni endi yurib ichkariga kirib chiqishlari natijasida tuyoqlarida shu kasalliklar yoki zamburug'lar rivojlanayotgan bo'lsa to'xtaydi. Agarda tayyorlagan videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, mana shunaqangi Yevropadan keltirilgan, Rossiyadan keltirilgan qoramol zotlarini boqib foydalanadigan fermerlar, chorvadorlar bo'ladigan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va chorva boqadigan tanishlaringizga videoni yuborib qo'yinglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz biz uchun muhim. Rahmat, sog' bo'linglar.